Qadrdonlarim, assalomu alaykum. Farg'ona shahar asl uy-joy savdo YouTube, Instagram, Telegram ijtimoiy tarmoqlarini kuzatib boruvchi aziz obunachilarimizga chiroyli, shinam, fayzli, eng asosiysi cho'ntabob xonadonlarda obzorini ko'rsatishda davom etamiz. Bugungi manzilimiz Marg'ilon shahar Vatstroyda Sahrli Balitsani shundoqqina oldida joylashgan 4 qavatli kirpichli domda birinchi qavatdan do'stlar 2 xona 3 xona qilingan kvartiramiz zudlik bilan sotiladi. Kvartiramiz jihozsiz sotiladi, faqatgina gilomlari va mana bunaqangi pardalari qoladi xolos. Qolgan barcha jihozlari chiqib ketadi. Kadastr hujjatlarini notariusga tayyor. Uyimizning narxi 25800 baho so'ralyapti. Shu edi sizlarga chiroyli qilib bitta obzor qilib beray. Ma'qul bo'ladigan bo'lsa bemalol pastdagi raqamlar, uy egalari telefon raqamlari. Biz turgan joy do'stlar bu mehmonxona. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, tashqari hududlarni ham olib chiqib ko'rsataman. Devorlar aboy qilingan. Mana bunaqangi chiroyli dekorativniy devorlarga mana bunaqangi bezaklarni berib qo'yishgan. Taylari do'stlar 100% taxtapol pishig'ishda qilingan. Undan tashqari patologlarimizni ko'rishingiz mumkin, chiroyli holatga keltirib qo'yilgan. Bu yerdan chiqamiz, keyingi xonalarga yo'l olamiz. Keyingi xonamiz bu tomonda joylashgan. Qarang. Xo'p, kirish qismi proxod hol, devorlar aboy qilingan, yevro montaj svetlar qilib qo'yilgan, taylari taxtapol, kirish qismi eshigi. Shundoq o'ngga yurib kiradigan bo'lsak, uyimizni kattalar yotoqxonasiga kirsangiz bo'ladi. Patologlarga e'tibor berasiz, mana bunaqangi dekorativniy devorga chiroyli bezaklarni berib qo'yishgan, juda ham ajoyib, juda ham fayzli. Xo'p, pardalar qoladi, gilomlar qolib qolgan hamma narsa chiqib ketadi do'stlar. Uyimiz isitish tizimiga ega, otopleniyasi bor. Shuni ro'parasida uyimizda sanuzel hojatxonasi bor. Devorlar, yerlar 100% kafel qilingan, vannalarimiz bor, rakvina, unitazlarimiz bor. Shu sanuzel hojatxonasi istiqbol qilingan, cho'pli polga chiroyli shaklga keltirib qo'yishgan cho'pli poli bor. Xo'p, bu joyimiz avval oshxona bo'lgan, hozirgi kunda 3-xona sifatida ishlatilyapti. Devorlar aboy qilingan, taylari taxtapol, sifatli radiatorlar qo'yilgan do'stlar. Holati shu. 6 metr verandaga chiqamiz. 6 metr verandaga oshxonamiz chiqqan. Hozir buni tushuntiraman. Devorlar aboy qilingan. Xo'p, akvaromlar qo'yilgan, reshotkalar qilib qo'yilgan, taylari 100% taxtapol bo'lgan. Uyimizda aytib o'tgandek 100% isitish tizimiga ega. Endi uy egalari bizga aytishdiki, shu oshxona mebelini aka $1,500 qo'ydirdim dedi. Mana bunaqangi fartuqchalarni qilishgan, univaniylar qo'yilgan, gaz plitalari bor. Holati shu ko'rinishda. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, tashqari hududlarni ham sizlarga olib chiqib ko'rsatishga harakat qilaman do'stlar. Endi qarang do'stlar, uyimizni narxiga keladigan bo'lsak, uyimizni narxini uy egalari tomonidan 25800 baho so'ralyapti. Albatta kelishiladigan joyi bor ekan. Ko'ringlar. Agar sizga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, pastda uy egalari telefon raqamlari turibdi, bemalol bog'lanib gaplashishlaring mumkin. Men hozir sizlar bilan birgalikda tashqari hududga chiqib, tashqarilarini ham ko'rsatib, keyin sizlar bilan xayrlashamiz. Xo'p, hurmatli obunachilarim, biz podez qismlariga chiqdik. Podezlarni ham ko'rib turibsiz. Keyingina, xo'p, kirish qismi eshigi bu. Endi sizlar bilan birgalikda tashqari hududga chiqib, tashqari hududlarni ham sizlarga chiroyli qilib obzor qilib beraman. Xatolar, nuqsonlar bo'layotgan bo'lsa, ming bor uzr so'raymiz. Agar sizga videomiz ma'qul kelayotgan bo'lsa, albatta like tugmasini bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Qarang, bu ham bizni derazamiz. Bu tomonga yurib kelasiz. Qarang, bu tomondagi огородlarimiz ham shu uy egalari do'stlar o'zlari uchun mo'ljallab qo'yishgan ekan. Bu tomon ham mana keyingina holatda. Xohlasangiz bu tomondan shundoqqina ochib turib, mashinaga chiroyli parkovka qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu uyimiz endi asl ko'rinish qismi. Ko'rib o'zlaringiz baho beringlar do'stlar. Juda ham ajoyib, juda ham chiroyli holatda. Domimizni bu tomonda mana tashqari tomoni. Hozir bu tomonga o'tamiz. U tomondagi sharoitlarni ham sizlarga chiroyli qilib obzor qilib beraman. Xo'p do'stlar, mana domimizning tashqi fasad qismi, bu tomonda eski hammom ko'chasi, bu tomondan to'g'ri chiqadigan bo'lsangiz, Vatstroy sentralniy yo'liga chiqsangiz bo'ladi. Bu tomondan to'g'ri yurib chiqadigan bo'lsangiz, Sahrli Balitsga chiqib ketsangiz bo'ladi do'stlar, shu hududda joylashgan. Ko'ringlar, agar sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga bog'lanib, bitta qo'ldan ushbu xonadonda xarid qilishlaring mumkin. Qo'limdan kelgancha obzor qilib ko'rsatishga harakat qildik. Xato va nuqsonlardan ming bor uzr so'ragan holatda. Agar sizga videomiz yoqqan bo'lsa, like bosish esdan chiqmasin va shunaqangi kvartira izlayotgan do'stlarga, marg'ilonlik bratalarimizga va Vatstroyli akalarimizga shundoqqina yengil ushbu videoni jo'natib qo'yinglar. Keyingi videogacha xayr, o'zlaringni ehtiyot qilinglar.